Allohdan so'rasa, "Ya Rob, kambag'al qilib qo'yma meni. Falonchani zakotini, falonchani sadaqasini, falonchani ehsonini kutib yashaydigan qilib qo'yma." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam umumiy qoida qo'yaptilar. Yadul ulya khayrun min yadis sufla. Qo'ling baland kelsin, odamlarga beruvchi bo'lgin, himmatni oliy qilgin. Alhamdulillah, himmatni oliy qilding, pul topding, cho'ntagingga pul keldi. Nima qilay? Masala pul keldi. Bu ham bir masala. Ibda biman ta'ul. Yaqiningdan boshlagin. Boshladim beryapman, to'xtagin. O'zingni ham kambag'al qilib qo'ymagin. Eng yaxshi sadaqa o'zi to'q bo'lib keyin qolganlarga o'tkazib yuborgani. Alhamdulillah, bu yerda oluvchi ham oldi, qoluvchi ham qoldi. Ana endi ey oluvchi, ey qoluvchi, Xudodan iffat so'ra. Alloh subhanahu va taolodan poklik, behojatlik so'ra. So'raganni Alloh beradi. Kimki Allohdan iffat so'rasa, Alloh taolo uni iffatli, behojat qilib qo'yadi. Ya'ni Allohdan so'rasa, "Ya Rob, kunim o'zgaga qolmasin. Rizqim birovdan kelmasin, o'zingdan to'ppa-to'g'ri kelsin. Kambag'al qilib qo'yma meni. Falonchani zakotini, falonchani sadaqasini, falonchani ehsonini kutib yashaydigan qilib qo'yma. Qachon Ramazon keladi-yu, imoratimni qolganini bitiraman. Qachon Ramazon keladi-yu, men kontraktimni, o'quv shartnomamni beraman. Qachon Ramazon keladi-yu, bir eshikma-eshik yurib, bir ishimni bitiraman. Unaqa qilmagin. Va man yasta'fif yu'iffahulloh. Kimki Alloh taolodan iffat, behojatlik, pokdomanlik, xayru baraka, birovga umuman daxlsizlikni Allohdan so'rasa, Alloh uni o'shanday qilib qo'yadi, behojat qilib qo'yadi. Hech narsasi yo'q, lekin hech kimdan tamasi ham yo'q. Qalbi xotirjam, qalbi qanoatla to'la. Va man yastaghni yughnihillah. Kimki Allohdan boylik so'rasa, Xudo taolo uni boy, badavlat qilib qo'yadi. Hadisni avvaliga qaytamiz. Boy qiladi, qo'li beruvchi qo'l bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ma'lum mulk bobida, ma'lum mulk masalalarida bizlarni mana shunday masalalarga ogoh qiladi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Bu hadislarni, bu oyatlarni har bir bandini, har bir bo'limini qayta eshitishimiz, uni yozib olishimiz yon daftarimizga, unga amal qilishlikka harakat qilishimiz kerak. Amal qila olsak aynu saodat. Shu bitta hadis hafta hadisi bo'lsin.